Sizga va'da berdim ha. Endi men sizga Qashqadaryodagi eng zo'r dam oladigan joylarni yoritib beraman deb. Marhamat, Qashqadaryoda Kitob tumaniga shunaqangi bir joy topib qo'ydim. Bitta bir joyni ko'rib yurmasanglar bo'lmaydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bir-birini takrorlamaydigan joylar topib qo'yaman. Bu joyimizni qarang. Qarindosh urug', mahalla kuy bilan kelsangiz ham bo'lar ekan. 160 ta odam ham ketadi bir dacha, tasavvur qiling. Shunaqangi, bir emas 15 ta dachani bir joyga topib qo'ydim. Mana bu sharoitlarni qarang. O'zi boshqa muhit. Ko'ryapsiz-a? Takrorlamaydi. O'zimizning yo'nalishlarga o'xshamaydi. Shunaqa, na xeytik deysiz, na milliycha deysiz. Qanaqa yo'nalish bu? Buni ko'ryapsizmi? Hammasi bir joyga qilib qo'yilgan ekan. Mana bu dekoratsiyalar, mana bu tabiat, mana bu konteynerdan qilingan narsalar qarang. Shunaqangi bir ajoyib narsalar yaratsa bo'lar ekanda. Suvni bo'yidagi kravatlarni aytmaysizmi? Har bittasi alohida suvrilarni aytmaysizmi? Daryodan suvlar oqib turganini qarang. Shunaqangi bir toza havoga qarang. Sharoiti nima kerak sizga? Karaokemi, PlayStationmi, bilyardmi, basseynmi, nima? Gaz, Wi-Fi, suv, suv, hamma sharoit bor. Shunaqangi bir joy qilib qo'yishgan ekan. Baraka topsin. Xalq uchun mana bunaqa ajoyibotlarni yaratib qo'yish ham. Hamma sharoit bor. Kelmasangiz bo'lmaydigan joy. Davom etamiz. Ayting, Kitobga shunaqa joy borligini bilaysizmi yo'qmi? Qarang, Kitob tumaniga Hazrat Bashir qishlog'iga mana Qorabuloq plaza degan dam oladigan joy bor ekan, oilaviy. Bunaqa joy borligini to'g'risi bilmay yurgan ekanman. Bir kun kelaman uydagilar olib, sharoitni qarang, mana bu atmosferani qarang. Shunaqangi bir ajoyib sharoit qilib qo'yilgan ekan. Keling, qarang, bir joyda o'ziga bir 5-6 xil ko'rinish. Mana bu Dubay deysiz, xuddi o'sha tomonlarda atmosferalar yaratib qo'ygan. Tezdan suvlar oqib turibdi. Undan tashqari manaqa Vyetnam, Tailand, Ozarbayjon, xolos 5-6 ta davlatni muhitini yaratib qo'yishgan. Mana bunisi bo'lsa ko'rganingiz eng katta koni. Qarang, 16 tadan boshlab 36 ta, 56 tagacha odam ketyapti. Bunayroq to'y-po'ylardan o'tkazsangiz bo'lar ekan shiga, soya salqinga. Eng qiziq joyi ham narxida, qarang. Mana bu katta dachamiz sharoitlarni ko'rdingizmi? Hamma narsa bor. Ana shu 3,5 milliondan boshlanar ekan. Mana bunaqa alohida tapchanlar bo'ladigan bo'lsa, 10 kishilik, 20 kishilik, 8 kishilik har xili bor. Xullas, odam boshiga 100 ming so'mdan hamma sharoit bilan dush, sanuzel, panuzel, mana oshxona, o'tirib bichari, cho'miladigan joylar bilan. Nima deysiz? Endi ham kelmasangiz bo'lmaydi. Tez uydagilarni olingda, shippa keling. Mana telefon nomeri qoldi. Lokatsiyadan so'rasangiz birdan taylab berishadi. Kitob sentrdan 30 km yurasiz, mana shu joyga kelasiz.